Diqqat, shoshilinch ob-havo. Hurmatli tomoshabin, ushbu videorolikni ko'rishdan oldin video ostida bir dona like tugmasini qoldirishni unutmang. O'zgidromet 28-iyun shanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat esa 21-23 daraja, kunduzi 35-37 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 19-24, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to'zon bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 24-29 daraja bo'lishi kutilmoqda.